Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, aziz obunachilar. Bugun sizlarga juda ham kerakli bo'lgan video tayyorlab bermoqdamiz. Chunki deganda azizlar, bugun material yuk olib ketayotgan bazamizdan to'g'ridan-to'g'ri sizlarga video tayyorlab bermoqdamiz. Chunki deganda bugun bu yerda juda ham ko'p assortiment bor. O'zlaringizga yoqqan, qulay variantni aynan mana shu profillarimiz orasidan tanlab olsangiz, o'zlaringiz aytgan profildan Instagramlaringizni yasab beramiz. Demak, vaqtlaringiz olmagan holda tezlik bilan sizlarga hamma profillarimizni tanishtirib berishga harakat qilamiz. Kanalga obuna bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar akalar, chunki deganda mana Instagramlarimizni to materialni olib ketishidan xonada yasalib va uyingizga olib borib o'rnatishgacha bo'lgan jarayonni mana shu kanalimizga qo'yib boramiz. Demak, biz boshladik. Azizlar, mana profillarimiz xilma-xilidan bor. Sizlarga bir boshdan hozir qo'limizdan kelgancha tanishtirib berib o'tamiz. Avvalo, birinchi metallarimizdan ko'rsatib berib o'tamiz. Birlik qalin metal Akfa'ning o'ziniki azizlar, ko'rishingiz mumkin. 6 metrlik bo'ladi. Plastiklarimiz ichiga как положено hamma joyga solingan bo'ladi. Plastikimizda ishlaydigan asosiy narsa o'zi mana shu metal hisoblanadi. Shu metalni samarezlar bilan xohlasangiz magnit bilan ko'rib tekshirib olishingiz mumkin. Bu tomonimizda bir boshdan boshlaymiz azizlar. Oq alyumin profillarimiz, Redpen profillar azizlar. Derazalarga, eshiklarga juda ham hamyon bo'lib arzon narxlarda yasaladi. Redpen profillarimiz bir kvadrati derazalar bir qavat oynasi bilan 650 ming so'mdan chiqadigan bo'lsa, ikki qavat paket oynasi bilan 750 ming so'mdan chiqadi. Ichkari mana ko'rishingiz mumkin bir kameralik alyumin profil. Ko'rishingiz mumkin juda ham sifatli, mustahkam profil hisoblanadi. Xuddi shuni past qismida oq plastik Akfa plastik derazalarimiz uchun plastik profillar 6000 seriya 1 metr kvadrat azizlar 850 ming so'mdan sizlarga kelib tushadi. Derazalarimizga juda ham chiroyli, mustahkam profil hisoblanadi. Davom etamiz. Xo'sh, zolotoy dub svetdagi bu ham Redpen profillarimiz. Redpen profillarimizda oq sveti, zolotoy dub sveti, dub mokka hamda antratsit mokrasfol svetlarida bor. Shuning uchun ham bemalol o'zlaringizga variant tanlab olishingiz mumkin. Bu galgi bu profillarimiz Redpen bo'ladigan bo'lsa, endi Akfa'ning o'zini firmani mahsulotiga o'tamiz. Alyuminiy profilimiz Akfa profillar. Derazalarimiz azizlar, Akfalarimiz oq sveti, mana bunday oq svetlar bo'ladigan bo'lsa, 700 ming so'mdan 1 metr kvadrat bo'ladigan bo'lsa, bir qavat oynasi, 800 ming so'mdan ikki qavat oynasi bilan chiqadi. Derazalar. Agarda bu rangli profillarda bo'ladigan bo'lsa, 800 ming so'mdan 1 metr kvadrat, 900 ming so'mdan 2 qavat oynasi bilan chiqadi. Eshiklar bo'ladigan bo'lsa azizlar, ishlar hozirda juda ham ikki xil variantda yasalayapmiz. 8 lik обычный profilda va усиленный balkon profillarda chiqarib beryapmiz. Chunki deganda balkon profildan yasalgan ishlar yana ham mustahkamroq va baquvvatroq bo'ladi. Agarda to'liqroq ma'lumot bo'lsa, razmerlar bo'lsa, aloqa qilsangiz, hisob-kitobini qilib chiroyli qilib beramiz. Tepa qismimizga отдельно to'xtalib o'tmasak iloji yo'q. Chunki deganda tepa qismimizda Akfa Plast 7000 seriya plastik profillarimiz turibdi. Plastik profillarimiz 7000 seriyalar hozir oxirgi premium hisoblangan profillar hisoblanadi. 1 metr kvadrati antratsit, zolotoy dub mokka, sheffield svetdagi ranglarimiz 1 million 200 ming so'mdan chiqadigan bo'lsa, oq svetimiz esa 950 ming so'mdan hamyon bo'lib narxda chiqadi. Lekin kачествоsi, sifati, qalinligi hammasi bir xilda. Azizlar, aytib o'tishim shart. Va bu tomonimizda mana shtabklarimiz zolotoy dub oq svetlar. Davom etamiz. Ichkari qismimizda azizlar hamyonbop narxlarda chiqadigan Alta Plus plastik profillarimiz. Zakazlar bo'lsa, xohlasangiz alyuminiy va plastik profillarimiz bor. Sarg'ayib ketgan ko'rishingiz mumkin. Sheffieldga bor bu tomonimizda. To'g'rimizda antratsit mokrasfalt oxirgi trendda urfda bo'lgan svet hamda oq svetlarimizda mavjud. Qaysi biridan tanlashingizga qarab narxlarni aytib berib o'tamiz. Antratsit va Sheffield svetlarimiz, masalan, zolotoy dub svetlarimiz 1 metr kvadrat 850 ming so'mdan yasaladi. Mana oldidan ko'rinishi juda ham silliq, juda ham baquvvat 4 kameralik profilimiz 1 metr kvadrat 850 ming so'mdan chiqadi sizlar uchun. Sarg'ayib ketgan. Bu ham xuddi shunday Akfa bilan kачествоsi bir xilda hisoblanadi. Hamyonbop narxlarda. Va alyuminiy alibis profillarimiz. Antratsit, zolotoy dub oq svetlarimizda mavjud. Agarda oq alibisdan derazalarimizni yasatmoqchi bo'lsangiz, 1 metr kvadrat 600 ming so'mdan chiqadi azizlar. Eshiklar esa 700 ming so'mdan chiqadi. Juda ham arzon narxlarda. Agarda bu ranglardan bo'ladigan bo'lsa, 700 ming so'mdan derazalar, 800 ming so'mdan eshiklar chiqadi. Bemalol aloqa qilsangiz, kelishilgan hollarda yasab beramiz.
Xuddi shunday tepa qismimizda ham Alta Plus plastik profillarimiz hammasi mavjud. Bu tomonimizda aksessuarlarimiz yetarlicha xohlagan ishlagich zamoqlardan qo'yib beramiz. Tanlash akalar, mana imенно videoni ko'rayotganda ham screenshot qilib bo'lsa ham bo'lsa mana shu rangdan, mana shu profildan bo'lsin desangiz, o'zlaringiz aytgan profilda va aytgan fasonlarda chiqarib o'rnatib beraveramiz. Manzilimiz Samarqand viloyati Pazdarg'om tumanida. Azizlar, nomerimiz yozilgan. Nomerimizda imo, Telegram, WhatsApp bor. Aloqa qilsangizlar, kelishtirib chiroyli qilib yasab beramiz. Dastavkalarimiz qo'shni Qashqadaryo, Jizzax, Surxondaryo, Navoiy viloyatlarigacha dastavkalarni chiqarib beryapmiz. Zakaz qilingizlar akalar. Videomiz davomida masalan kamchiliklarga yo'l qo'ygan bo'lsak, avvalo uzr so'raymiz. Sizlarga qo'limizdan kelgancha ma'lumot berishga harakat qildik. Chunki deganda akalar, bu videoni sizlarga tayyorlashimizdan asosiy maqsad ko'pchilik musofirda. Shuning uchun ham o'zi bu yerda ko'rishni, borib tanlashni iloji yo'q. Shuning uchun ham masalan uyda boradigan erkak kishi bo'lmaydi, masalan yaxshi ishonarli insoni bo'lmaydi. Mana shu narsani uzoqda turib ham o'zlari ko'rib, bilib, o'zlari tanlaydi, o'zlari bizlar bilan promey gaplashadi. Masalan, imo, WhatsApp va Telegram orqali o'zimiz bor joylarni o'lchab kelamiz va o'zimiz bor joylarni o'rnatib, joylashtirib kelamiz. Va aytib o'tganimdek, zalog berilgandan, azizlar, masalan, dogovor bo'lgandan, bizlar mahsulot olib borgandan akaga masalan zakaz bergan kishiga tashlab boramiz aka, mana videomizda davomida ko'rib boring. Olib kelindi, mana bugun yasalyapti, mana bugun yig'ilyapti. Bugun ustanovkaga chiqamiz, mana o'rnatib bo'ldik. Hammasini polностью ko'rsatib internetga qo'yib boramiz. Shuning uchun ham Dilay Daviriy uchun ishonch uchun mana shu videolarni tayyorlab beramiz. Kanalimizni yo'qotib qo'ymaymiz akalar, bu juda ham kerakli narsa. Chunki deganda akfaga bo'lgan ehtiyoj bugun bo'lmasa ertaga agar bitta sizda bilan kerak paytiga topa olish uchun obuna bo'lib qo'ysangiz, kelishtirib chiroyli qilib yaratsa beramiz. Obunachilarimizga yana ham chegirmalar bor. Kanalda uzoqlashmaymiz akalar. Hammaga sog'lik, salomatlik, qo'llab turasiz deb umid qilamiz.